Lola jamg'argan pulning 1/3 qismini mebel sotib olishga sarfladi. Keyin qolgan pulining 1/2 qismini muzlatgichga sarfladi. Agar muzlatgich $450 turadigan bo'lsa, uning jami qancha puli bor edi? Demak, mebelga jami pulning 1/3 qismini. Endi undan keyin muzlatgichga qolgan pulining, e'tibor bering, keyin qolgan pulining 1/2 qismini. 1/3 qismi sarflandi, qolyapti jami pulining 3dan 2 qismi mana shuning yarmini 1/2 ga ko'paytiramiz. 2 bilan 2 qisqarib ketadi. Xullas, bu yoq kasrlar ustida amallar. Demak 1/3 qolyapti. Ya'ni jami pulning boshqacharoq qilib aytganda 1/3 qismini ham yana muzlatgichga sarflayapti. O'sha pul jami x summaning $450 ga teng bo'lyapti. Tushunarli? Demak, x ni topadigan bo'lsak, 3 ni 450 ga ko'paytiramiz. 450 ko'paytiruv 3. Javobi $1350 chiqadi. Ya'ni uning dastlab jami $1350 bo'lgan. 15-savol. Bu mantiqiy savol edi. 5 ta akulalar 5 ta baliqni 5 daqiqada ushladi. Har bir akula bitta baliqni qancha ushlagan? E'tibor bering. Akulalar, hozir mana bu joyga akula chizamiz. Baliqlarni, mana bu kichkina baliqchalarni, demak, bir-biriga bog'liq emas shaklda ushlaydi. Ya'ni bitta akula bitta baliq tutguncha ikkinchisi qarab turmaydi. Ya'ni ular bir-biridan mustaqil ravishda baliqlarni ushlayveradi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, 5 ta akula 5 ta baliqni ushlashga 5 daqiqa sarflasa, bitta akula bitta baliqqa 5 daqiqa sarflaydi. Sababi bular harakatlari bir-biriga bog'liq emas. Bir-biridan mustaqil harakatlanadi. Shu sabab bitta akula bitta baliqni 5 daqiqada ushlagan bo'ladi. To'g'ri javob A varianti. 6. Xonaga har kuni oldingi kunga nisbatan 2 marta ko'p chivin kiradi. Agar xona 10-kunda chivinga to'lgan bo'lsa, qachon xona yarim to'lgan holatda bo'lgan? Demak, mana xona har kuni oldingi kunga nisbatan 2 marta ko'p kiradi. Tasavvur qilaylik, bugun 10 ta chivin kirdi xonaga. Ertaga 2 marta ko'p chivin kiradi. Demak, qancha bo'ladi? Demak, endi 2 marta ko'p bo'lsa, endi 20 ta bo'ladi-da. Keyingi kun 40 ta bo'ladi. Keyingi kun 80 ta bo'ladi. Har kuni 2 martadan ko'p chivin kiraveradi-da. Endi bu yerda xona 10-kuni to'lgan bo'lsa, tasavvur qilaylik. Xona masalan 100 ta chivinga to'ldi. Bu 10-kun sodir bo'lmoqda, 10-kun. Endi kecha qancha chivin bor edi? Kecha. Demak, buni yarmicha chivin bor edi-da. Ya'ni 2 marta ko'p bo'lgan-ku. Demak, yarmicha kecha 9-kuni 50 ta chivin bo'lganda xonada. 2 marta ko'p kirib 100 ta bo'lgan shu bilan. Demak, javob 9-kun.